Frankfurt aeroporti, Kiyonni bosh ofisi. Bu qanaqa kompaniya bu? Men shuncha marta Frankfurt aeroportiga kelgan bo'lsam ham, biror marta ko'zim shu binoga tushmagan ekan. Lekin yonida joylashgan. Kiyon kompaniyasi interlogistika bilan shug'ullanadigan kompaniya. Asosiy ikkita biznes turi bilan shug'ullanadi. Birinchisi yuk joylaydigan traktor karalar ishlab chiqaradi va ikkinchisi omborlar qurib, uni yo avtomatlashtiradi, yo yarim avtomatlashtiradigan firma. Asosiy hududlar kara ishlab chiqarish bo'yicha Yevropada birinchi o'rinda turadi, dunyoda ikkinchi o'rinda turadi. Bu ombor qurish biznesimiz asosan AQShda yaxshi rivojlangan, chunki avval o'sha bozorda birinchi bo'lgan firmani 2017-yil sotib olib o'ziga biriktirgan. Ana shuning uchun bu biznesimiz ko'proq AQShda yaxshi rivojlangan. Asosiy mijozlar masalan Amazon ko'p avtomatlashtirishgan omborlar quradi va shu kabi katta kompaniyalarga xizmat ko'rsatadi.